Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zafar aka, yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi kelyapsizmi? Ha, rahmat. Sizdan bir narsa so'raydigan edim. Aha, bemalol. Bu remontdan keyin ba'zi bir stol-stullarni olib chiqib qo'yishgan ekan. Shundan bittasini o'g'ilchani dars qilish uchun uyga olib ketsam. Obbo Zafar aka. Uni yangisi necha pul turar ekan buni? Qaydam 3-400 ming tursa kerak. Mana sizga 600 ming. Yangisidan, yaxshisidan oling. O'g'lingiz xursand bo'ladi. Men Zafar aka, siz ham bir narsani tushuning. Bu eskimi, yangimi, jamoatning mulki, bizniki emas. Shunga o'zimni yonimdan beryapman. Xursandman, roziman. Shuni bemalol ishlatavering. Endi jamiyat haqqiga rioya qilmasak bo'lmaydi aka. Bo'lmasa o'zimiz qiynalib qolamiz ertaga. xo'p bo'ladi domla. Meni to'g'ri tushundingiz a? Rahmat domla. Sog' bo'ling. Rahmat. Siz bemalol. Xo'p. Xayriyat. Sal qolsa bilmasdan ko'pchilikning haqqini yeb qo'yar ekanman.